boshiga uraverib, bolani ruhiy nogiron qilib qo'yganlar, jismoniy nogiron qilib qo'yganlar bizga kelyapti, murojaat qilishyapti. Bilasizmi, bolani boshiga ursa, nafaqat bola jismoniy zarba oladi, ruhiy zarba ham oladi. Bolani miyasi o'sib kelayotgan a'zo, aql, zakovat, xarakter shakllanib kelayotgan va o'sha funksiyalar uchun oliy ruhiy funksiyalarga javob beradigan markazlar bor miyada. O'shalar jarohat oladi, jarohatlanadi. Urib tarbiyalayman degan aqidadan voz kechish kerak. Tayoq yeb, bolani boshiga tayoq yeb, bola tarbiya ham ko'rmaydi. Unda tajovuzkorlik rivojlanadi. Ota-onani yomon ko'rib qoladi. Va kelajakda uni bola eslab qoladida, eng yomon variant siz ham uradigan bolada qaraganingizda. Eng yaxshi variant siz u bola sizni boqa olmaydi. U boladan yaxshi injener chiqmaydi. U boladan yaxshi vrach chiqmaydi. U boladan yaxshi o'qituvchi chiqmaydi. Yaxshi sportsmen ham chiqmaydi. Shunaqa bola tarbiyalamoqchimisiz? Ana shunday bolani siz tug'dingizmi? Shuning uchun men ota-onalardan iltimos qilib qolardim. Qo'lingizga erk bermang va hech qachon bolani boshiga urmang.